Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Qadrdonlar, alhamdulillah yana bir go'zal ijod o'z nihoyasiga yetdi. Namangan Mingbuloqda. Allohga shukr, bitqazdik yana mana. Bugun Xudo xolasa 5-yanvar 2026-yil uje boshlandi, yil boshida alhamdulillah. Shunday go'zal holatda bitqazildi. Allohga shukr. Xo'p, qadrdonim, joyimiz razmeri 6 metrga, bu yog'i 4 metr. Shuncha narsa. Xo'p, birinchisiga mana plita qo'yib berdik, universalniy plita. Hamma narsani pishirsa bo'ladigani. Ikkinchisiga, xo'p, 125 litrli qozonimiz, qopqoqlari bilan. Uchinchisi 100 litrli qozonimiz. Mana bu chekkaga gaz balon qo'yadigan joy. 100 litrli samovarimiz. 30 litrli qozonimiz va рабочий stol и xullas beshchalar o'rnatib qo'ydik. Hozir aytib o'taman buni. Gaz и moyka. Bular bor ekan, qolganini biz bitkazib berdik inshaalloh. Xo'p, mana bu joyga nimaligiga ishqo'z bo'layotganlar, xo'p, yopiq holatida рабочий stol. Bemalol tayyorlab qilsa bo'ladigan joy. Ha, buni ishlatishdan oldin shu kafellar olib tashlanadi. Tagida esa kattagina konteynerdan yasalgan xo'p, tog'ara deylik, to'rtburchak, kompot qaynatib, kompot bekitishga juda qulay vosita. Xo'p, uyda egalarda bor ekan, o'shani qo'yib beringlar deganiga qo'yib berib ketdik. Yana bitta yangilik bo'ldi xullas bu. Shu holatda mana qadrdon ishlamagan paytda stol vazifasida bajarilaveradi. Xo'p, Allohga shukr, mana hammasini kafilli variantda bo'ldi. Ichki sxemalar o'sha superidan gazga joylarini o'rnatib ketdik, qoldirib ketdik. Hozir turbalari qo'yilib, xullas propan balonga moslab qo'yiladi. Xo'p, qadrdonim, bitta sinov jarayonini ko'rib olamiz. Keyin yana bir davom etamiz. Qani? Oqiljonning kartoni ham yonib tugyapti. Mashalloh, super pilisos o'choqlar qadrdon. 30-40 santimetrdan gullat tortadi, qani? Mashalloh. Keyingisi. Xo'p, shunda 125 litrli qozonimiz. Bu yog'idan o'tin ko'p yoqqaniga ko'proq o'tinda ishlanadi. Shuning uchun mana shu holat mana. Super pilisos o'choqlar qadrdon. Xo'p, endi mana kichkina qozonlarimizni ko'rib olamiz. Bularimiz tortishi qanaqa? Mashalloh. Mana bu super pilisos o'choq bo'ladi. Guvillatib, tepasiga qo'yingchi. Ana shundoq. Sal pastroq, ko'tarib, ana shundoq. Go'zal. Samovarga bitta tutib ko'ring. Samovarga mana bunga, yonmagan holatda go'zal bo'lib ishlab turibdi. Bunisi boya aytgan plitamizga mashalloh, bu ham tortib turibdi. Hammasini mo'risi bittada. Shuning uchun inshaalloh zo'r bo'lib tortaveradi. Yana o'sha gap, mo'ri padachi g'o'zzuqli sababli juda uzoq yil to'lmasdan xizmat qilib beradi. Keyin qadrdon, mana biralarni o'rnatdik, svetlarda. O'ta bir go'zal yondashildi xullas. Hozir bitta yoqib ko'rsatamiz. Xo'p, bunisi o'sha ichidagi svet. Lenta diod, ya'ni qo'yiladi, bu ham ajoyib vid beradi xullas. Xo'p, endi biralarni yoqamiz.
Mashalloh. Mana hammasi qozonga yoritib turibdi. Xullas, o'ta bir go'zal holatda bo'lib turadi mana. Bemalol qorong'i tushib qoldi yoki mana orqadan to'sib qoldi bo'lmaydi. Faqat qozonga urib turadi mana yorug'ligan. Maza qilib ishlatasiz xullas. Xuddi shunday. Xo'p, qadrdonim, sog' bo'ling, salomat bo'ling. Alloh panohida bo'ling, vaqtingizga rozi bo'ling. Inshaalloh keyingisi sizniki.